Bitta gaz plitada 3 ta duxovka. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Men sizlarga hozir Gefes firmasining eng premium modelini ko'rsataman. Sizlarga yoqishi aniq. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Обычный любой gaz plitani ko'radigan bo'lsangiz, bitta dona duxovka chiqadi. Bu eng premium, eng oxirgi model bo'lgani hisobiga bunga yengillik qilishgan. Duxovkalarning hammasi elektrический bo'ladi. Birinchi duxovkamiz 55 litr hajmga ega bo'ladi. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa 55 litr hajmga ega. Uchinchisi 30 litr hajmga ega mini pech hisoblanadi. Buni sizlar bemalol mikrovolnovka sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. To'rtinchisiga keladigan bo'lsa, narsalarni solib qo'yish uchun o'zida tortmachalarigacha chiqadi. Endi 1 metrlik bo'lgani hisobiga katta oshxonalarga juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Rishotkalari полностью chugundan, turbo komfortkalarigacha bor, zajgalkasi avtopojikli bo'ladi. Gaz kontrol suv to'kilsa o'zini o'zi avtomat tarzda o'chiriladi. Bizga ko'rgan eng ko'p garelkalar 6 talik, bunda уже 7 ta komfortga chiqadigan bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafini ko'rsataman. Detskiy blokirovkalarigacha o'zida qo'shilgan. Xohlagan duxovkangizni shu tablo orqali bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Qani 2,5 ming, 3 ming dollar deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ygan. Faqat o'zimizning obunachilarimiz uchun ushbu mahsulotimizni 1350 dollar shahar ichida dostavka xizmati bilan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.